Hürmetli vatandaşlarım, yine prezidentimize müracaatim boyunca müracaatim bor edi. Yine şu müracaatimni men şu internet orqali murojaat qilmoqdaman. Men Xo'jaynazim Saparboy Bekjanovich 1959-yil 26-avgust kuni tug'ilganman. Xorazm viloyati Shovot tumanida. Müracaatimning mazmuni Shovot tumani viloyat hokimligi, prokuratura xodimlari, sud xodimlari, IBB xodimlari, barcha tashkilot xodimlari tomonidan noroziligimni bildirmoqchiman. Mana aytasan shunday shu netga vaqt aytaverasan. Netga yozdim. Mana men 34 yildan buyon haqiqat uchun bu mansabda shaxslar bilan kurashib kelmoqdaman. Mazmuni 91 yil men hukumatimiz tomonidan, hokimimiz Yo'ldosh aka Hajiyev tomonidan eng oxirgi bo'lib bo'lmaganman. Kvartira kepida kotej olganman. Kotej. Shu kotejim masalasi bo'yicha mana yana 34 yildan buyon bu mansabda shaxslar bilan kurashib kelmoqdaman. Prezidentimize Islom Abduganovich Karimov marhum prezidentimiz vaqtida necha bor murojaat qilganman. U paytlari O'zbekistonimizni prokuratura xodimlari, SMB xodimlari boshqarib o'tiradi. Hech u vaqtdan hech qanday murojaatlarim hal bo'lmadi. 1916-yildan boshlab Shavkat Mirziyoyev